Periyon, Baxt aka, nima bo'ldi? Onangni ham bir aloqaga xalaqit bermasang-chi. Nima qilay endi, Baxt aka? Asqushda bo'lib ketdi-ku. Yo, meni kursi informatsiya qilib qo'ymasangiz, qayoqqa ketdingiz? Kimga uchrashgani ketdingiz? Yo, o'zingiz bilan olib ketmaysizmi qo'shib? Ey, Beli, senga nimadir aytsam-chi, darrov o'sha ishni pachavasini chiqarasan. Tinchgina o'tirib turgan maylimi zapisni bosib qo'yib straxovkada. Sen uje sotyapsan bizni, ko'rdingmi? Voy, Baxt aka, nima qilib sotyapman? Qo'ysiz-chi endi. Parangni o'chir, to'nka. Bir gram ham qo'rqmang, Baxt aka. Yajizdingiz. Meni qanday topding? Какая разница? Menda barcha доказательстволар bor. Bizda o'zi birorta ham doказательствоmiz yo'q. Balosiz, Baxt aka. $100,000. Men barini unutaman. Ana undan keyin narkotiklaringni kimga sotasan, qayoqqa sotasan, meni ishim yo'q. $100,000. Yo, Baxt aka, bitta bo'lib olishda qiz yomon moshni, Короче, Baxt aka, ничего не знаю, если что, dolyam chiqarib berasiz. Как положено. Ой, yo'q-mo'yo. Ha? Ishladi. Periyon, Baxt aka. Tuning osuda o'tsin. Ayni paytda oshkora qotillik qurboni bo'lgan kapitan Asanov Baqit ishi bo'yicha tergov